Hmm, Buni to'liq bilmayman lekin mezonlarni. Keyingi savol. Matbuot anjumani tashkil etishda nimalarga e'tibor beriladi? Matbuot anjumani tashkil etishda asosan o'sha birinchi yaratish jarayoni sarlavha tanlanadi. Ularni qanday tartibda vaqt time menejmentiga amal qilish va ketma-ketliklarini yoritib tushuntirib berish. Bo'ldi. Mm. Marhamat. Mohira bu o'zingiz boshlab bera qoling. Endi o'zingiz anaqangiz. Assalomu alaykum. Sohamizga oid hozir savollarni to'g'risi javobingizdan qoniqmadim. Deyarli hech qaysi biriga javob bermadingiz desa ham bo'ladi. Mayli, bulardan tashqari yana bitta savolim bor. Ommaviy axborot vositalarini akkreditatsiyadan o'tish tartibi bo'yicha bilasizmi? Qanaqa turlari bor akkreditatsiyani? Yo'q, O'zi nima akkreditatsiya? Nimaligini bilmaysiz? Matbuot anjumani bilan brifingning nima farqi bor? Brifingda savol-javob tariqasida o'tkaziladi. Matbuot anjumani bu kengash tuzilib o'tkaziladi. Yo'q, Javob bo'ladi. Misol uchun, anjuman oldindan rejalashtirilgan bo'ladi. Tak brifing ham xuddi shunaqa. Misol, brifing faqat savol-javob orqali o'tkaziladi. Jonli tarzda, interaktiv usulda o'tkaziladi. Yo'q. Brifing bu qisqa xabar yetkazish, ya'ni bayonot berish ommaga, jamoatchilikka. U 10 minut, 15 minutgacha bo'lishi mumkin. Qisqa, unda umuman savol-javob bo'lmaydi. Faqatgina bayonot o'qib eshittiriladi mas'ul tomonidan. Matbuot anjumani 1 soatdan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Unda savol-javoblar, muhokamalar, ma'lumot ham o'qib eshittiriladi va ommaviy axborot vositalari ham o'zini fikrlarini bildirishi mumkin. Asosiy farqi shunda. Boshqalarga o'tishimiz mumkin savolga. Men boshqa savolim. Assalomu alaykum. Savol. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Qarang, siz mana Madaniy meros agentligiga ishga kirish uchun ariza topshirgansiz. Shunday. Ishga kirganingizdan keyin davlat xizmatchisiga aylanasiz, to'g'rimi? Shunday. Davlat xizmatchisi sovg'a olish majburiyatini o'ziga ola oladimi? Sovg'a olish mumkinmi? Mumkin emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Olishi mumkin. Qachonki o'sha tashkilot rahbari tomonidan o'shanga sazovor deb topilsa. Misol, o'zini nima deydi, shu tashkilotga qo'shgan hissasi bo'lsa. Hop, jismoniy va yuridik shaxslar manfaatlarini ko'zlab turib sovg'a olish huquqiga egami? Yo'q. Gapiravering, fikringiz bo'lsa gapiravering. O'z manfaatini ko'zlab olish mumkin emas demoqchi. Sarvar Iskandar aka beraveringlar. Marhamat, Sarvar aka. Sarvar aka, marhamat bering, savol men keyin beraman. Dumimiz 40 minutli tezlashishlik iltimos. Iskandarga ochishlik siz bering, vaqtdan yutaylik. Eshitilmadi. Sarvar aka, marhamat bering. Assalomu alaykum. Menda ozroq qotib qoldi, men o'zi bermoqchi bir savol. Savolim shundan iboratki, umuman mana shu reklama to'g'risidagi qonun bor. 2022 yilda imzolangan reklama to'g'risidagi qonun bor. Mana shu reklama to'g'risidagi qonunda o'sha madaniy meros obyektlari haqida, demak, madaniy meros obyektlariga reklama o'rnatilish masalasi qanday ifoda qilingan? Misol uchun reyestrlar eskirgan bo'lsa, ularni qayta tiklashga tashkil ko'rib chiqib, ularni qayta tiklashga ruxsat etilgan bo'lsa. Qanday? Men tushunmadim sal. Qaytarib olasizmi Murat aka? Eskirgan, reklam savolingizni bitta qaytarib oling. Mana
madaniy meros obyektlariga tashqi reklamalarni o'rnatilish to'g'risida nima deyilgan reklama to'g'risidagi qonunchilikda? A, a, qonunchilikda reklama ilmoqchi bo'lsa, faqat o'zbek davlat tilidan foydalanish kerak deyilgan. Aha. Unaqa manimcha siz o'sha reklama to'g'risidagi qonunchilikda nima qilmagansiz? U yerda yozilgan tashqi reklamalar madaniy meros obyektlariga o'rnatilayotganda birinchi navbatda madaniy meros obyektining o'sha xavfsizligini inobatga olgan holda unga zarar yetkazmagan holda, demak, uni qandaydir ya'ni uni yomon nima u orqali nimanidir ta'rif qilishga demak qarshi holatda demak o'sha nima qilish taqiqlanadi deb yozilganda birinchi navbatda obyektni muhofazasiga alohida e'tibor berish kerak degan ma'noda kelib chiqadi. O'sha reklama to'g'risida qonun shu narsa yozilgan. Yangi savol beraman. Madaniy meros agentligi ishga kelayotgan bo'lsangiz, ozroq o'sha agentlikda faoliyatini bilan nima qilib chiqqansiz va o'sha agar bizni saytlarimizni, kanallarimizni ko'radigan bo'lsangiz, bitta narsa bor. Madaniy meros agentligi Madaniy meros agentligi o'zini faoliyatini olib borayotganda ham kadrlar masalasida, ham umuman o'ziga tegishli bo'lgan vakolat doirasida faoliyat olib borayotganda qaysi tashkilot bilan bevosita hamkorlikda bamaslahat ish olib boradi? Ommaviy axborot vositalari bilan. Mana 649-sonli kabinni qarori bilan agentlikda vakolatlari bor. O'sha vakolatlarini amalga oshirayotganda bevosita qaysi tashkilot bilan bamaslahat ish olib boradi? Agar siz saytimizda yoki kanalimizdagi qo'yilgan postlarni ko'rsangiz ham bu aniq ko'rinib turadi. Madaniy meros agentligi bilan. Madaniy meros agentligi. Agentlik qaysi tashkilot bilan hamkorlikda ish olib boradi? Bizning nizomimizda yozilganda. Uni bilmayman. Yo'q, hujum bosdi. Sizga ma'lumot tarqatib aytib qo'yaman. O'sha demak hozirgi kunda O'zbekiston Prezident administratsiyasi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi bilan demak bamaslahat hamkorlikda ish olib boradi. Savolim yo'q, Iskandar aka, savol beravering. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni qiziqtirayotgan savol Babur matbuot kotibiyatiga ishga kirayotgan ekansiz. Chet tillarni bilish darajangiz. Qaysi tillarni bilasiz va qaysi tillarda bevosita gaplasha olasiz? O'ziga ingliz tilini bilaman. Matbuot kotibligiga qiziqib kirganimning sababi aynan o'zim ijtimoiy tarmoqlar yuritishga qiziqqanim uchun va o'sha mobilografiya, targ'ib shular o'qib, videoroliklar yaratib, montaj qilganim uchun qiziqqanim uchungina agentlikda ro'yxatdan o'tib sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Rostdan Shu gapingizni ingliz tilida gapirib bera olasizmi? Yes, of course. I will try if you have any questions. Please. Nimalar gapirib bering. Hozir gapirgan gapingizda nima uchun qiziqyapsiz, nimaga qiziqyapsiz va rus tilini bilishingiz, rus tilini qanaqa bilasiz? Rus tilidan muloqot yo'q. Ozgina tushunish bor, lekin asosiy ingliz tili va o'zbek tili. Nima uchun bu yerga ishga kirmoqchisiz? Ingliz tilida gapirib bering. Okay. First of all, I want to why I choose this site because I want to enter this work. It's my interest and my hobby. I want to take the photos, videos, and create them. It is my hobby, and I love that, and that's why I try to enter. And if I want to be I want to improve my skills, then I will try to enter this site, and I passed the test. So that's all. Thank you. Menda savol yo'q. Rahmat. Bizga iltifot e'tiboringiz yo'qmi? Yo'q. Xudo xolasa 3-kunchiga to'lamiz. Rahmat. Evet, Carlos, yürü.
Zoom orqali o'tiring. Ko'pchiligimiz debatlashyapmiz. Aytamiz. Aytaman. O'tiring. Zo'rmi? Hop, nomzod tanishtirib o'tamiz. Shamsiya Zulqumon Akbar qizi, to'g'rimi? Siz o'zingiz ham kadr ekansiz-da. Shuni ham. Hop, kadrlar va ijtimoiy rivojlanish bo'yicha bosh mutaxassisga qaysi tashkilotda? Bu endi Argosda bo'lgani uchun Anko Shams ham mas'uliyat cheklangan jamiyatida kadrovik ekansizda. Hop, ma'lumotlar Oliy 1995-yil Tayloq tumanida tavallud topgan ekanlar. O'zbekiston Milliy universiteti hamda Samarqand arxitektura qurilish texnikumida tamomlagan ekanlar. Hop. Savollar, tasodifiy savollarimiz bor. Yangicha tartib bo'lgan prezident farmoni bilan 95 bilan bizga bitta ko'rib tartiblar matbuot xizmatiga o'xshagansiz. Matbuot xizmatini bosaman, tasodifiy savollarni bosaman. Bo'ldi. Ovozingizni chiqarib o'qiysiz, ovozingizni chiqarib javob berasiz. Bu yoqdagi hammaga eshitib o'tdi. Alaykum. Press release nima? Press release bu matbuot xizmati xodimi press release tuzishi kerak. Bundan maqsad press release'da sarlavha bo'ladi. Unda qachon, qaysi vaqtda qanday narsani tashkil qilmoqchi bo'lsa, u aniq kiritilishi kerak bo'ladi. Press releasening sarlavhasi uzun ma'lumotdan tashkil topmagan bo'lishi kerak. U qisqa, o'sha biz tanishtirmoqchi bo'lgan insonlarga bittada o'zini reaksiyasini ko'rsata olish kerak. O'sha birinchi sarlavhadan boshlab sarlavhani o'qigan odam o'sha mavzu nima haqdaligini xayolan tasavvurga ega bo'lishi kerak. Eng birinchi urg'u o'sha sarlavhaga beriladi press release'da. Press release'da keyin yana iqtiboslar keltiriladi. Iqtibos keltirilishining asosiy sababi mana shu press release'imizning nima desam, haqqoniyligini, uning davlat tashkilotdagi rahbarning fikri kiritilgani bilan u haqiqiyligini, haqqoniyligini tasdiqlaydi. Keyingi savol, video materiallar montaj qilish vositalarini nomlang. Video materiallarni montaj qilish vositalariga matbuot xodimi bunday materiallarni bilishi uning ish samaradorligiga yaxshi foyda keltiradi. U faqat IT mutaxassislari yoki vizual kontentlar bilan ishlaydigan soha vakillari bilishi shart emas. Hozirgi kunda butun hamma sohalarda bu narsani bilish odamning o'ziga foyda keltiradi. Bularga VN, CapCut eng ko'p qo'llaniladiganlari. VN, CapCut sanaladigan iMovie bor. Bular orqali vizuallikni targ'ib qilib, uzun videolar emas, u 20 sekund, 40 sekund ichida mana shu videolarni chiroyli vizual tarzda berib, ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib, tashkilotning imijini, obro'sini oshirish mumkin. Bu matbuot xodimining ishini samaradorligini yengillashtirish uchun kerak bo'ladi. Matn yozish. Hozir to'xtang. Siz montaj qilish vositalarini sanamadingiz, siz montaj qilish bo'yicha programma dasturlarini sanadingiz. Montaj qilish vositalari boshqa. Shularni sanab bering. Montaj qilish vositalari Vosita deganda nimani tushunasiz o'zi? vosita shu montaj qilishda ishlatiladigan narsalar. Siz masalan bloknotga yozyapsizda, yozish vositasi nima o'sha yerda? Ruchka. Montaj qilish vositasi nima ekan?
montaj qilish vositasiga telefonlar bilan montaj qilsak bo'ladi, kompyuterda qilsak bo'ladi. E, Bunga internet tarmoqlari kerak bo'ladi. Klaviatura, mishka, Klaviatura, sichqoncha. mishka, bular hammasi kerak bo'ladi. Keyingi Men savolga faqat programma deb o'ylayman. yo'q, keyingi savolga o'tib. O'zi o'sha sanagan programmalaringizda ishlashni bilasizmi? Bilaman, hammasini bilaman. SMM sohasida o'qib chiqqanman. Movie qaysi bir nima uchun asosan qulay? Moviy video montajlar, boyagi uzun filmlar, o'shalarga. Matbuot xizmati asosan VN va CapCutdan ko'proq foydalanadi. Hozirgi eng aktual bo'lganlari VN va CapCut hisoblanadi. Eng professionalniy hozirgi kunda videolar uchun programma qaysi? Matbuot xizmatlari davlat tashkilotidagilar CapCutdan professionalniy darajada foydalanishmaydi, VNdan ham. Hozir eng professionalniy montaj programmasi qaysi? Televideniya, umuman matbuot xizmatlari uchun. Videomaker deganingiz bu o'sha programmalarni o'pish etiladi, video montaj qiladigan programmalar. Adobe Premiere degan programmalarni eshitganmisiz? Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Bular hozirgi kundagi butun dunyo bo'yicha Anklav emas. O'sha eng professionalniy hozir bizda, mana O'zbekistonda o'sha asosan televideniyada ham, mana shu matbuot sohasida ham Adobe Premieredan foydalaniladi. Keyingi savolga o'tsangiz bo'ladi. Matn yozishda 5W1 usuli nima? Bu usul eng anaqa samarali usuldan hisoblanadi. Bu nimani qachon, qayerda, qanday, qay holatda tashkil qilish kerak, shu usul orqali o'sha maqsadimizga aniq erishamiz. Misol uchun, oldindan bilamiz nimani, uni qanday yoritamiz, uni qanday kimlarga yoritamiz, uni auditoriyasini bilishimiz kerak. Uni qaysi vaqtda, misol uchun, hamma ishda bo'lgan vaqtda uni biz ulasha olmaymiz. Ma'lum bir vaqtlar bo'ladi, o'sha vaqtlarda internet tarmoqlarida, turli nimalarda uzatishimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalariga berib, o'sha vaqtini to'g'ri qo'ya olishimiz kerak. Qachon, qayerda shu usuldan foydalanib harakat qilamiz. Madaniy meros agentligining nizomi qaysi normativ hujjat bilan tasdiqlangan? Madaniy meros agentligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan 2021-yil 19-iyunda PQ 51-50-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Nizomi esa Vazirlar Mahkamasining 649-nizomi bilan tasdiqlangan. Matbuot xizmati davlat organlarida qaysi qonun va qarorlar asosida faoliyat yuritadi? Matbuot xizmati davlat organlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, yana Madaniy meros agentligining qarorlaridan. Matbuot xizmati faoliyatini tartibga solishda 6 ta normativ o'sha qonunlarimiz bor va yana qonun osti qarorlar bor va bundan tashqari yana qaror bor. Eng asosan 43-66-sonli prezident qarori bor. Shu asosda. Keyin o'zi o'sha 6 tadan birontasini sanab bering. Masalan, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun bor. Ommaviy axborot. Bo'ldi, rahmat. Bekzod, meni savolim yo'q. Mana shu 5 ta savol ichida ketdi. Qolganlar savol bersa bo'ladi. Marhamat, Barnoba. Assalomu alaykum. Uzr kechirasiz. Davlat xizmatchisi o'z vakolat mavqeidan foydalanib, jismoniy yoki yuridik shaxslar manfaatlarini ko'zlab bajarish yoki bajarmaslik evaziga har qanday sovg'a yoki biror bir
manfaat ko'zlab turib qanaqadir sovg'a olish huquqiga egami? Mumkinmi? Yo'q, bu Siz Amerikaga masalan ishxonaga biror bitta tashkilotga ishga kirsangiz, davlat xizmatchisiga aylansangiz, o'zingizni o'sha manfaatlaringizni ko'zlab turib bajarish yoki bajarmaslik evaziga sovg'a salom olish huquqiga egamisiz? yo'q, bunday huquqqa ega emas. Xodim tashkilotda biron o'zini mavqeyidan foydalangan holda shunday harakatlarni amalga oshirsa, u korrupsion holatni keltirib chiqaradi. Unga nisbatan ma'muriy, jinoiy javobgarlikka tortiladi. To'g'ri. Bu boshqa savolim yo'q. Bekzod, keyingi ko'taringlar. Iskandar aka, Sanoq aka. Iskandar aka, bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, 2022-yilda reklama to'g'risidagi qonunimiz demak qabul qilingan, tasdiqlangan. Mazkur qonunga ko'ra, mana shu tashqi reklamalarni madaniy meros obyektlariga o'rnatish bo'yicha qanday demak ta'rif berilgan? Madaniy meros agentligini rivojlantirishda hozir reklamalarga asosan ko'proq urg'u berish kerak. Man Madaniy meros agentligining Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini ochib qaradim. Madaniy meros agentligi bu vazirlik maqomiga ega bo'lgan, lekin uni a'zolari soni juda ham kam. Bu narsani ko'tarishimiz kerak. Sizga umuman boshqa savol berildi. Boshqa Reklama savol to'g'risidagi qonun berildi. boshqa narsa. Siz SMMga o'tib ketyapsizda, sizdan hali xafa bo'lmang, fikr so'ramadida. Savolga javob bering. Yo'q, qonunni unchalik esimda qolmadi, chunki men 2-3 kundan beri tayyorlandim, qonunlar unchalik esimda qolmadi. Ijtimoiy nimalarimizni ko'rdingiz-a? Saytda, Telegramda kanalimizni ko'rdingiz-a? Mhm. Yana savol beraman, oddiyroq. Mana shu aytdingiz ham boya ham o'shani Madaniy meros agentligining nizomini aytdingiz, 649 sonli vazir mahkamasi qarorlari bilan nima qilingan ekan, nizom tasdiqlangan ekan. Shunda kelib chiqib bitta savol beradigan bo'lsak, Madaniy meros agentligi o'ziga berilgan vakolatlarni qaysi tashkilot bilan demak bamaslahat demak olib boradi? Fikr almashib, demak bamaslahat demak o'sha nima qiladi? Qaysi tashkilot bizni demak sohamizni muvofiqlashtirish tashkiloti hisoblanadi? Bu turizm agentligi. Bu yana bu ichki ishlar organlari, prokuratura, Omillamay. yana ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda anaqa olib boradi. Ichki ishlar bilan aloqa o'rnatishning sababi, misol uchun tarixiy obidalarga ba'zi bir insonlar tomonidan qasddan yoki bilib turib qanaqadir shikast yetkazilsa, ularga jinoiy javobgarlik belgilanadi. Mana shu. Yana keyin xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib boradi, chunki xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib borganda ham madaniy agentlikni anaqa obidalarni restavratsiya qilish uchun qandaydir bitimlarga kelishib, ularni pul mablag'lari ajratilishiga erishish mumkin. Undan tashqari yana bu bilan tashkilot bilan hamkorlik o'rnatgandan keyin bu bizani turizm sohamizga ham plus tomonlari bo'ladi, chunki ko'proq turistlar tashrif buyuradi. Buning natijasida davlat anaqasiga ham foyda keladi. Yo'q, hamma tashkilotlar bilan to'g'ri, hamma tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Lekin 649 da alohida yozib qo'yilgan. Saytlarda ham agar biz Telegram kanalida ko'radigan bo'lsangiz ham o'zi yozib qo'yilgan. Madaniyat va san'atni Vazirlar Mahkamasi. Yo'q. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi. Ana shu jamg'arma bilan biz faoliyat olib boramiz. Chunki kanalimizda ham shular bilan har qanday ularda chiqadigan e'lonlarni ham qo'yamiz. 649 u aniq hujjat bilan belgilab qo'yilgan. Savolim yo'q, rahmat. Assalomu alaykum. Qisqa lo'nda savol beraman. Aksioma va narrativ. Ularning ta'rifi qanaqa va nima farqi bor? Aksioma va narrativ. Narrativ? Ha.
Ular bilmadim. Eshitmadim. Manda savol yo'q, rahmat. Rahmat. Xohlasangiz ma'lumot uchun aytib ketishim mumkin. Narrativ degani bu fikr. Qisqa lo'nda qilib aytganda fikr. Aksioma bu haqiqat. Fikr, fakt va fikrning Savob anaqasi. Rahmat. Bizga nisbatan e'tirozingiz yo'q? Yo'q. Rahmat. Sizlarga Hozir zoomimiz 40 minutku. Hozir uydirmaga keldi. Boshqa tasvirga tashlab beraman, mayli? Uzun. Hop. Hop. Tamam, sağ ol. Familiyangiz nima edi? Madaf tayyor. Badalov edi. Badalov Doniyor Fofoto'g'li. Mana ko'rasizmi? Mana. Eskicha o'tiribdi-da. Kimga yetdi? Hop. Hurmatli tanlov komissiya a'zolari, endi mana bu joyda sal e'tibor beringizlar. Yengil avtomobil haydovchisi lavozimiga, sababi bitta hozir texnik ошибка ekan. Biz hozir aniqlik kiritdim. Suhbat bo'lishidan oldin gaplashib oldim nomzod bilan. Buyruqlargacha ko'rsatdilar. Bular bugungi kunda o'sha maktab Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumanida maktabgacha maktab ta'lim bo'limida bosh mutaxassis ekan. Ekspluatatsiya xizmatida. Manimcha u yoqda kadr adashgan. Hop, nomzod tanishtirib o'taman. Badalov Doniyorbek Fulqato'g'li Uzun tumanida tavallud topgan 2003-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida iqtisodiyot yo'nalishini tamomlagan ekan. Nima edi? Bundan oldingisi bu ikkinchisi bu ekan. Bu ayting shu O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. Media dizayn yo'nalishi. media dizaynda. U Argosda chiqyapti, bu yerda chiqmayapti-da. Shu yerda sizda Argos nimadir nito o'zi. Hokimiyatda ishlagan ekansiz, yetakchi mutaxassis. Ana OneIDga kirib bir obnovlение qilishingiz kerakmi? Ko'p anaqa ma'lumot to'g'ri ko'rsatilmayapti. Xo'p. Savollarimiz bor. Random asosida bo'lgan savol. Yangicha tartib bo'yicha PF95 da ketgan asos. Matbuot xizmatini bosamiz. Tasodifiy savol ovoz chiqarib o'qiysiz, javob berib ketaverasiz. Mana komissiya a'zolari ko'rib o'tirishdi. Marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Hop. Uchinchi savol, press tur nima? Shundan boshlasam bo'ladimi? Bu yerda press tur bu biror tashkilotning matbuot xizmatiga tegishli matbuot xizmati tomonidan o'tkaziladigan jarayon bo'lib, bunda jurnalist va blogerlar taklif etiladi va press turda ijodiy yo'nalishlar bo'yicha ham nima deymiz, bitta misol qilib aytadigan bo'lsak, hudud gaz ta'minotini umumiy yil yakunlari yokida uni faoliyati haqida press tur tashkil etiladi. Shu press turda hudud gazni faoliyatida qanday yangiliklar bo'lgan yil davomida shu yangiliklar ko'rsatib o'tiladi. Bu joyiga chiqqan holatda ham tashkil etiladi press turlar. Savol bermoqchiman mana shu yo'nalish bo'yicha. Assalomu alaykum. Matbuot xizmati tomonidan tashkil etiladi deyapsiz. Masalan, tashkilotda matbuot xizmati yo'q. Press tur tashkil etiladimi? Tashkil etiladi. Hokimiyat tomonidan. Hokimiyat, endi o'zim hokimiyat axborot xizmatida ishlaganim uchun biz hokimiyat o'zi основной tashkil qilib berardi. Tashkilotchilarimiz kelib o'zligi o'tkazib berishardi. Biz jurnalist blogerlar matbuot xizmati bilan birga tashkilotchilar bilan joyga chiqqan holatda ham o'tardik. Joyga chiqmagan holatda ham press tur qilish mumkinmi? Mumkin. Nima farqi bor unda press tur boshqa tadbirlardan? Endi brifingga o'xshab qoladi-yu. Faqat bunda brifingdan farqi jurnalist blogerlar ko'pincha taklif etilmaydi o'zi brifinglarga, prosta ma'lumot beriladi.
o'sha jurnalist blogerlar vasitasi shular sizdan press tur qilish mumkinmi? Endi u ommaga yetkazib berish kerak bo'lgan jarayonda qanaqa jurnalist blogerlarsiz o'tkazishimiz mumkin? Asosiy ma'lumotni biz yetkazib beramiz-ku fuqarolarga. Fuqarolarga vositachisiz yetkazib berishimiz imkonsiz. Demak, ommaviy axborot vositalari ishtirokida tashkilotni joylarga chiqqan holda faoliyatini targ'ib qilish press tur deyiladi. Joyga chiqmasdan turib press tur qilinmaydi. Unda boshqa turdagi tadbirlar qilinadi. Brifing yoki matbuot anjumani. Keyingi savolga o'tamiz. Ichki PR nima? Bu ichki PR deganda biror tashkilotni haqida gap ketadigan bo'lsa, ichki PR. Xo'p, masalan, buni ham hokimiyat tizimida oladigan bo'lsak, ichki PRda PR bo'yicha bizni ishlagan joyda uncha axborot xizmatida yoqtirishmagan PRda. Lekin qanaqa tushuntirsam? Misol keltiradigan bo'lsam, hozirgi O'zi PR nima? O'zi PR nima? bitta misolim bor edi. Masalan, Ichki ishlar akademiyasida yaqinda bayroq qabul qilingan kun bo'yicha 18-noyabr kuni bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi, targ'ibot tadbiri. Bunda bitta ofitserimiz yosh bolaga bayroq berdi. Uni ota-onasi ham yonida turib, u safdan ajralgan holatda o'sha jarayonni rolik tayyorlab ijtimoiy tarmoqlarga joylasak, bu PRga misol bo'la oladi. Ya'ni kichkina narsani katta qilib ko'rsatish. Ha, Ichki PR. O'zi PR degani nima degani? Public relations inglizchada, to'g'rimi? O'zbekchasiga jamoatchilik bilan aloqali. Siz PR deganda, PRchi boshqa degan xalq tilidagi gap aytyapsiz-da, mutaxassis tili bilan menga javob bering. PR nima o'zi? Masalan, bizga nimaga kerak PR? Tashkilot PR, masalan, Madaniy meros agentligini yoki hokimiyatda ishlagan bo'lsangiz, hokimlikni PR-i. Nimaga kerak? O'zi u nima u? Nimalar kiradi PR ichiga? Qanaqa usullari bor? davlat tashkilotlarini qilayotgan ishlarini ommaga yetkazib berishda vosita o'rtada PR jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi shu bilan shug'ullanadi. Masalan, 2024-yilda Surxondaryo viloyati Uzun tumanida Chinor tepa yodgorligida o'sha 2000 yillik oldingi shaharlar qoldiqlari topilgan, odam suyaklari topilgan. U yerda o'zim syomkaga chiqqanman. U jarayonni to'liq o'zim syomka qilganman va u qilgan syomka jarayonlarim O'zbekiston 24 telekanalida va barcha juda ham ko'p televideniyalarda va xorijiy nashrlarda ham berildi. Bularni albatta PR jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi qildi. Keyingi savolga o'tamiz. Axborot xizmati va matbuot xizmati orasidagi farq. Shu savol ham ozgina oldindan biroz Oddiy savol-ku. ha, bilganman. Axborot xizmati va axborot xizmati bunda Javobingiz yo'q bo'lsa, keyingi Javobim savolga yo'q. o'tsangiz bo'ladi. Javobim yo'q. 4-savol. rasmiy Axborot javob xizmati bilan matbuot xizmatining umuman farqi yo'q. Bitta narsa, vazifasi faqat nomi boshqa. shu. Bir xil tashkilotlarda axborot xizmati deb yuritiladi, bir xil tashkilotlarda matbuot xizmati deb yuritiladi. Tushunarli. Rasmiy javob va shaxsiy fikrni qanday ajratish kerak? Rasmiy javob yozma tarzda. Shaxsiy fikr esa og'zaki tarzda bo'ladi. Buni ajratish oson yo'li shu aytganimdek, yozma ravishda bo'lsa bu rasmiy javob bo'ladi, og'zaki fikr bo'lsa shaxsiy fikr bo'ladi. Shaxsiy fikrni ham yozib ifodalashsa bo'lmaydi. Faqat gapiriladimi shaxsiy fikr? Endi shaxsiy fikr rasmiy tarzda berilganini eshitmaganman. Masalan, siz masalan, Facebookda har xil odamlar yoki jamoatchilik faollari o'zini gapini qoldiradi, yozib qoldiradi. Video murojaat ham qiladi, bir xil yozib qoldiradi Facebookda. U o'zini shaxsiy fikrini qoldiryapti. Demak, yozsa bo'lar ekanmi shaxsiy fikri? Shaxsiy fikrni yozsa bo'ladi o'zini, lekin rasmiy javob bilan degandan keyin yo yozma ravishda yoki o'sha
mutasaddi tashkilotlarni o'zi chiqqan holatda ijtimoiy tarmoqlarga javob bersa, u rasmiyga o'tadi. Lekin просто fikrini bildirib o'tsa, shunchaki u rasmiy javob bo'lolmaydi. Matbuot kotibi bironta vaziyat bo'yicha Facebookda o'zini fikrini qoldirdi. Bu rasmiy javob hisoblanadimi yoki shaxsiy fikr hisoblanadi? Rasmiy javob bo'la oladi. Qachonki haqiqatan ham masalan shu Mirzo Ulug'bek tumanida olimpiada bo'yicha masalan hududlar olimpiadasi bosqichida 9-sinf o'quvchisi birinchi o'rinni egalladi, tabriklaymiz desa, masalan bu rasmiy javob bo'la olishi mumkin. Rasmiy odamdan aytilgan gap rasmiy javob bo'la oladi. O'zini shaxsiy sahifasida qoldirsa-chi matbuot kotibi o'sha? Bo'ladi, rasmiy javob bo'la oladi. Rasmiy javob demak nima ekan va shaxsiy fikr nima ekan? Endi boshqatdan aytingmi? Rasmiy Davlat javob. tashkiloti organi tarafidan berilgan javob yoki rasmiy shaxs tomonidan berilgan javob rasmiy javob bo'ladi. Shunday. Oddiy fuqaro tomonidan yoki o'zini shaxsiy sahifalarida e'lon qilingan rasmiy bo'lmagan javob bu shaxsiy fikr. Shaxsiy fikr. Keyingi savol. Maqsadli auditoriyani aniqlashda nimalar e'tiborga olinadi? Yo'q, bunga javobim yo'q. Maqsadli auditoriyani aniqlashda biz yoshi, ya'ni ma'lumotni yetkazmoqchi bo'lgan auditoriyamizni yoshi, jinsi yoki bo'lmasam faoliyatiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan, ya'ni bizani bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz kimlar uchun qiziq bo'ladi degan savolga javob beriladi. Mani boshqa savolim yo'q. Bitta ham savolga to'g'risi soha bo'yicha qoniqarli javob bermadingiz. Keyingi mutaxassislarimiz savol berishlari mumkin. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz, davlat xizmatchisi deganda nima, kimlarni nazarda tutiladi? Qanaqa tushunchangiz bor davlat xizmatchisi? Davlat xizmatchisi bu davlatda har qanday davlat tashkilotlarida ishlayotgan xodimlar bular davlat xizmatchisi bo'la oladi. Hop. Ularni har Edu Argos orqali har 3 yilda malakalari oshirib boriladi. Xo'sh, qarang, davlat xizmatchisi, davlat fuqarolik xizmati xizmatchisi xizmat vakolatidan yoki bo'lmasa o'zini shaxsiy manfaatlarini ko'zlab turib sovg'a olish huquqiga egami? Mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Uni ham chegarasi belgilab qo'yilgan qanchadir miqdorda, faqat endi undan yuqori mumkin emas. Har qanday umuman olganda har qanday maqsadim, eshitib turing, men savol berayotganim jismoniy va yuridik shaxslar manfaatlarini ko'zlab turib bajarish yoki bajarmaslik evaziga sovg'a olish huquqiga egami? Ola oladimi? Yo'q. Mumkinmi? taqiqlanadi. Bu savolim yo'q, Bekzod. Har qanday sovg'alar olish taqiqlanadi. Demak, siz davlat xizmatchisi hisoblanasiz va siz sovg'a olishingiz mumkin emas. Yo'q, xuddi shunday. Tushunarli. Yo'q, Sarvar beraveringlar. Marhamat, Iskandar aka, Sarvar aka. Manda savol, agar mumkin bo'lsa, aksioma so'zini eshitgansiz-a? Eshitganman ozmoz. Lekin Aksioma bilan narrativni qanaqa farqlari bor? Narrativ. yo'q, javobim yo'q. Savol. Fake xabar deganda nimani nazarda tutadi? Fake xabar rasmiy kamida 3 ta manbadan tasdiqlanmagan xabarlar, bular fake xabarlar hisoblanadi. Biz fake xabarni qanday aniqlashimiz mumkin? Bitta ma'lumotni kamida 3 ta rasmiy manbadan tasdiqlasak, bu aniq hisoblanadi va tasdiqlanmasa, bular fake xabarlar bo'ladi. Fake xabar aksioma bo'lishi mumkinmi? Fake xabar aksioma bo'lishi mumkin. Yo'q, bu fake xabar
bu fake xabar, aksioma esa aniq bo'lgan holat. Aksiomani ta'rifi qanaqa aytib bera olasizmi? Shu ozgina yodimda yo'q, lekin shu bitta ma'lumotni tasdiqlangan aniq holatda bu aksioma. To'g'rirog'i, ya'ni isbot talab qilinmaydigan fakt. Mana Shunday. tashqarida yomg'ir yog'mayapti desam, oynadan qaraysiz, haqiqatdan yog'mayotgan bo'ladi. Shu aksiomaga aylanadi. Xuddi shunday. Hop, menda savol yo'q, marhamat. Jalol aka, marhamat. Jalol aka. Jalol aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bor. Savolim shundan iborat. 2022-yilda reklamalar to'g'risidagi demak qonun qabul qilingan. O'shanda mana shu tashqi reklamalarni madaniy meros obyektlariga o'rnatish bo'yicha qanday tushuncha berilgan? Ozgina tushunmadim savolni. Uzr, qaytara olasizmi? Mana 2022-yilda reklama to'g'risidagi qonun qabul qilingan va mana shu demak reklama to'g'risidagi qonunda demak tashqi reklamalarni madaniy meros obyektlariga o'rnatish bo'yicha qanday ta'rif berilgan? O'zbek tilida berilishi birinchi navbatda. Aha. Keyin boshqa tilda ham berilganda ularni hajmi kichikroq harflar bilan, o'zbek tilida berilganidan ko'ra kichikroq harflar bilan yozilishi kerak. Ya u bunday emas. Sababi o'sha madaniy meros obyektlariga demak o'sha tashqi reklamalarni o'rnatish mumkin emas birinchi navbatda. Chunki u tashqi reklamalar o'rnatish jarayonida madaniy meros obyektining o'sha noyobligiga, nodirligiga, qiymatiga zarar yetkazish ehtimoli mavjud sababli o'sha demak madaniy meros obyektining o'ziga reklama o'rnatish mumkin emas. Shunaqa deyilgan. Yana bir savolim, mana shu 649-sonli nizomimiz bor. Madaniy meros agentligini demak vakolatlari belgilangan u yerda. O'sha qaysi sohalarda demak o'sha ijro etuvchi hokimiyat rolini bajarish bo'yicha sizga savolim, mana shu 649-nizomga ko'ra agentlik o'ziga tegishli bo'lgan vakolatlarni qaysi tashkilot bilan hamkorlikda kelishib amalga oshirilishi belgilangan. Bittagina tashkilotimiz bor. Agar erinmaganingizda shuncha odam kirib chiqqanda ham agar shu savol berganman har bittasiga. Agar tashqarida mabodo ko'rishgan bo'lganingizda ham bu savolni nima qilsangiz bo'ladi. Kadastrmi? Yo'q. Mana madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi bor. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi bilan agentlik o'zini faoliyatini hamkorlikda olib boradi. Rahmat. Tushunarli, xo'p, rahmat sizga. Charchaning. Sizga nisbatan e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Rahmat, ishtirok etish uchun. Hammaga rahmat. Muhokamalar tugadi.